O'quvchilar darsdan so'ng mavzuni yaxshiroq eslab qolishini xohlaysizmi? Portfel metodikasi aynan shu uchun mo'ljallangan. Siz dars so'ngida o'quvchilaringizdan umumiy mavzuni 3 qismga bo'lib tahlil qilishini so'rang. Birinchi qismda 3 ta muhim ma'lumot, qiziqarli faktlar va bilimlar. Ikkinchi qismda 2 ta asosiy ma'lumot, shu darsning eng muhim qismlarini. Uchinchi qismda esa bitta amaliy ma'lumot, o'quvchi hayotida va kelajakda ishlatmoqchi bo'lgan bitta amaliy ma'lumotni so'rang. Bu o'quvchilarga nima beradi? Birinchidan, o'quvchilarda bilimlarni tartib bilan joylashtirish imkonini beradi. Ikkinchidan, boshqa o'quvchilarni tinglash orqali dars umumiy takrorlanadi. Uchinchidan esa xulosalar chiqish imkoniyatini beradi. Dars so'ngida bu metodikani albatta qo'llab ko'ring, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Ta'lim psixologiyasi bo'yicha qiziqarli ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling.